Lekin yo sen nima do'stsan, tuhmat qilsan. Men munofiq emasman deb shallaqlik qildingiz kecha. Nimaga bugun hozir mana fosh bo'lib qildingiz? Shallaqlik bo'ladi. Abror aka, shallaqlik qildingiz kecha. Xafa bo'lmang. Samimiy gap aytolma, yuragimdan aytolma. Meni bilasizmi? Men hozir sizga dushmanlik qilmayapman hali ham. Siz shuni bilasizmi, aqlingiz aytayapti. Barno menga dushman bo'ldi. Chunki men sizga, конечно, men sizga telefon qildim. Olmayapsiz. Olmaganingiz uchun. Uxlab qoldim. Hozir turdim. Menga qarang. Abror aka, men sizga kecha aytdimmi shu gapni? Qilmang. Abror aka, men sizga dushman emasman, hali ham do'stman. Agar hozir men menga qarang, Abror aka, bunaqa gap bilan tushunyapman, bo'ldi. Men xato qilyapman, lekin seni gapirmadim sen. Menga naplivat. Naplivat kim nimadir o'ylashi meni. Men faqat Malikaga menga tuhmat qilmang dedim. Boshqalarga nima desangiz deyvering. Men sizga aytaymanki, menga bu yoqda boshqacha gapni gapirib, yoqqa o'tib, Zaynabni bloklayotganingizda Zaynabga boshqa gapni gapirib o'tirmang. Qarang, Abror aka, shu narsa keyin yaxshi ish bo'lmaydi dedim, to'g'rimi? Agar qo'lingizdan kelsa mard bo'ling deb to'g'risini ayting, ayb menda deb ayting. Agar qo'lingizdan kelmasa, menga chaplamang dedim, to'g'rimi? Nima deysiz-ku? Ana nima uruvini nol, dunyo qarashi nol deysiz, o'shalardan ham pastda turibsiz. Sizni gapirishga hozir anaqa yo'q. Uyaling, men sizni zo'rg'a sizlayapman hozir. Meni ko'rgansiz, sizga nisbatan nohaqlik bo'lganda meni ko'rgansiz mana. Meni hech kim to'xtata olmagan. Men uxlamaganman, kechasi kunduz uxlamaganman. Nimaga o'sha ish menga qolsiz endi? Sizga qilganingizda, sizga botganda, Abror aka, nima uchun meni aldab olasiz? Men qo'rqdim undan tarqatib yuborishidan. Va menga qarang, erkak kishisiz, mard bo'ling. O'sha rahmatlar bilan sammanga bordim. Nimaga siz qo'rqib turib, bitta Zaynabdan qo'rqib turib, meni bunaqa tikib yuboryapsiz? Nimaga? Valloh xato qildim men. Senga qarayman, bo'ldi. Senga xato qildim. Seni tikkanimga yana qaytib aytayman. Senga qarayman, bo'ldi. Qancha qildim siz? Buni bilasiz siz buni. Lekin qanaqa qilib menga agar siz shu ishni qiladigan bo'lsangiz, men sizni prosta tak hech kim to'xtata olmaydi. Siz yoningizda o'tgan hech kim to'xtata olmaganda, sizga qarshi chiqadigan bo'lsa, hech kim to'xtata olmaydi. Lekin agar men sizga dushman bo'lgan taqdirimda ham ana eng iplos podli ishlar bilan men u odam deb hisoblamayman degan odamlarim bor-ku, noto'g'ri yo'lda, ular noto'g'ri, ular adashganlar deb biladigan odamlarim. O'sha odamlarim bilan do'st bo'la olmayman sizga qarshi chiqish uchun. Men bitta o'zimni kuchim yetadi. Sizni joyingizga sindirib o'tkazib qo'yishga bitta o'zim mardlarcha men sizni qila olmayman shu ishni. Meni qilmang. Meni dushman qilmang o'zingizga. Xohlamayman. Tushunasizmi? Xohlamayman. Nima uchun? Men sizni hazrat shogirdlari yoki bu ilm ahli deb emas. O'sha betda unaqa emas. Qachondir men siz uchun do'st bo'lganman. Teskari dushman bo'lishni xohlamayman. Qachondir men siz uchun haqiqiy chin ko'ngildan jonini beradigan do'st bo'lganman sizga. Shunaqa do'st bo'lgan insonimga bir kun emas bir kun kelib dushman bo'lib qolishni xohlamayman. O'shaning uchun qilmayman. Ataksiz oldingizda meni oldimda sizni hech narsa qilmayman. Hamma postimni screenshot qilishadi. Hamma postimni. Valloh iltimos menga zarar yetkazma. Siz menga nima povod beryapsiz o'sha narsaga? Men sizga 3 kundan beri aytyapman. Zaynabni menga gapirgan yomon gaplariga javob ham qaytarmadim. Men senga aytayman. Hozir yo'q, javob qaytarma. Unga javob qaytarma. Seni sanligingni bilmaydi u. Biladi. Siz nima do'stsiz? Nimaga unaqa do'stsiz? Abror aka, bo'ldi qiling davomda. Bilishimcha bilmaydi. Nimaga bilmaydi do'st? Bo'ldi, stop qiling. Hop, chunki men yo'q deganman, san emas deganman. Menga qarang, demak ko'tingiz ochib yolg'onchilik qilibsiz unga ham. Unga ham yolg'on gapirgan. Samimiy bo'ling, yolg'onchi bo'lmang. Aytgansiz, musulmon odam yolg'onchi bo'lmaydi. To'g'ri. Duruziyamni qabul qilgan dedingiz, to'g'rimi? Nimaga ketidan bunaqa qolsa yana? Nimaga? Nimaga kecha uyda qilgan shallaqni xotiningiz oldida qildingiz, oqibatini ko'rdingiz-da nima bo'lganini? Xotiningiz oldida karilayotdingiz, menga o'zingizni tepaga qo'yib, meni pastga qo'yib, oxir baribir bildi-ku, uyingiz to'polon bo'ldi. Idish to'g'larni sindirib to'polon qilib tashladi Malika. Men yana o'sha hozir ham menga qarang, Abror aka, xohlamayman. Siz правильный odamsiz, неправильный, qanaqa men sizni hal qilmayman, siz to'g'rilamayman odamlarni. Meni o'zimni to'g'rilaydigan qancha ishim bor. O'zim to'g'rilaydigan qancha kamchiligim, qancha nuqsonim bor. Faqat menga nisbatan bunaqa ish qilmang davomma. Valloh xato qildim men. Senga qarayman, bo'ldi. Senga xato qildim. Senga qarayman, bo'ldi. Men xato ish qildim kecha. Kecha emas. Doimiy ravishda ko'pdan beri. Menga yomon
yomonlik qilma barman, iltimos. Men sizga yomonlik qilmasligim uchun meni o'zimdan chiqarmang, menga tegmang. Meni eshiting, meni nomusimni ustida eshiting dommi. Ovozingizni o'chiring. Meni aldayapsiz. Yana siz o'zingiz bilan suhbatga kirishyapman, shunaqa bir jahlim chiqib, sizni bir yomon ko'rib turgan holatimda ham yana aytayapmanki, Abror aka, balkim mana shu odam hatto bitta to'g'ri gap gapirarlar, tan olarlar. Tan olish bu bilasizmi, ana katta narsa. Yo, men aldamadim. Yo'q, unaqa emas deb turgan odam darsh qiladi o'sha ishini. Odam ichida his qilish kerak, noto'g'ri ish qilganda, tan olish kerak, deb bo'yniga olish kerak. Noto'g'ri ish qildim deyman senga. Noto'g'ri ish qildim, barmo. Men seni aldadim. Aldamang deding. Qilmang, shu ishni qilmang deb kecha предупреждать qilsang, tuhmat qilsam unaqa ish qilmayman, men munofiq emasman deb ikki qarich tilimni qildim-da. Xuddi o'sha sen aytgan ishni qilib qo'yib bo'ldim o'sha. Siz kerak menga. Yo'q, qilmagan edim, eshit xo'p. Keyin qildingiz. Men xato qildim, sen eshit. Yo'q, xato qildim. Sen aytgan gap qulog'imda turibdi. Xo'p, men seni blok qilaman dedim. Blok qilayotgan telefonni olganim yo'q. Facebookda yana aldayapsiz. Yana aldayapsiz, ko'rasizmi? Menga qarang, Abror aka, men sizga yana aytaman, предупреждать qilaman, eshiting. Yo'q, men sizni eshitmayman. Menga qarang, yolg'on eshitishga tobim yo'q. Bo'ldi, Saodatmisiz? Bir xilsanlar Saodat bilan. Bo'ldi, ovozingizni o'chiring. Bo'ldi, stop. Men gapiraman bu yerda. Yolg'on gapingizni o'zingizga o'xshagan yolg'onchilarga. Yulduz Usmonova, otarchilik qilib yurgan ishing eshak o'g'riligidan past aslida. Bu shar'iy mezonda aytyapman. Xohlasang, xohlagan joyda buni isbotlab beraman shar'iy nuqtai nazardan. Men seni ko'cha tilingga, ya'ni otarchilarning ichidagi mezoningga tupurib qo'yganman. O'sha suhbatda ham aytdim men. Yulduz Usmonova to'g'risida gapirgan gapimni orasida qo'pol muomala bo'lib ketganligi va gapimning oqibatida Yulduz Usmonovaning faoliyatidan tashqari shaxsiyatiga haqoratomuz ba'zi gaplar bo'lib ketganligi mana ko'p suhbatlarda, boshqalarda, yozuvlarda ko'rinyapti. Men bir erkak sifatida o'sha shaxsiyatiga tegib ketadigan gaplar uchun uzr so'rayman. Yulduz Usmonova mana hozir u suhbatda sansirab gapirgan edim. Endi o'sha sansirab gapirganligim ham haqorat sifatida talqin qilinmasligi uchun o'sha sansirab gapirganim uchun ham uzr so'rayman.